Endi ruxsat berdi. To'g'rirog'i beradi hozir. Mana o'sha ruxsat tegdi. Uzatib beryapti. Mana bu zarbachi himoyachiga tegdi. Qarshi hujum ko'ramizmi? Shri Lankadan. Buning uchun tezlik zarur. Shu yerda to'xtatildi. Toza o'yin, ayyorlik qilma demoqda hakam. Shri Lanka vakilasi hali turmadi o'z o'rnidan. Rana, Gimala, Sarasvati Hamal, chap tomonga Laos bilan o'yin qanday o'tar ekan O'zbekiston terma jamoasida, bu qiziq. Menimcha O'zbekiston terma jamoasini qo'llab-quvvatlash uchun boradi yurtdoshlarimiz. Juda ko'p bo'lmasa-da, lekin muxlisalar stadionga tashrif buyuradi. Ikkinchi qavatdan uzatma. Hammadan o'tib ketmoqda to'p. Yaxshi. Zo'r pas berildi. Ikkinchi qavatdan doimgidek va doimgidek burchak zarbasi ko'ramiz. 21-raqam egasi Madhubashini Navanjana Pereira. Yosh, ikkinchi qavatda orqali yana uzatma. Mana gol, 7-si. Gol urilyapti. Boya zaxiradan maydonga tushgan futbolchi Reka Pudel gol muallifi. O'sha muxlisning hayqirig'ini eshityapsiz. Juda kam stadionga tashrif buyurgan muxlislar, lekin nepallik kadrda ko'rayotgan ishqibozingiz shu kadrni ovoz bilan boyitib turibdi. Nepal darvozaboniga keyingi goldan so'ng to'p keladi. Bu shunday bo'lyapti. Goldan keyin markazdan boshlagan vaqti bir oldinga chiqmasa Shri Lanka qolgan vaziyatlarda to'liq o'z darvozasi oldida o'yin bo'lyapti. Lekin mana ishlayapti. Shri Lanka ustozi nimalarnidir reja qilyapti, o'rganyapti. O'zgartirishga harakat qilyapti. O'zgartiradigan narsasi juda ko'p. Endi bu Shri Lanka futboli tizimi muammosi. Faqatgina birgina murabbiyning muammosi bo'lmaydi. Futbol o'ssa, terma jamoalarning darajasi o'sadi. To'xtalish. Jarima emas, lekin yuzga tekkanligi uchun to'xtalish bo'ladi. Og'riqli menimcha.
Imasha Stefani Dias uchun. Bu esa Patrick Di Ueldi. Mana, ha. Bu yerda himoyachi o'tkazib yuborgan ekan. Ortida turgan futbolchiga. Mana bu rakursdan ham ko'rishimiz mumkin. Qiziq. Bu qadar baland emasdi to'p. Qaytara olmadi. Kech sakragan. Tezda mana shu futbolchi o'zining qalqonchasini oldi. Gol ursam shunday nishonlayman deb reja qilgan ekan. O'rnidan turdi 11-raqamdagi futbolchi Imasha. Hammasi joyida. Menimcha qaytadi maydonga. Hozir esa burchak zarbasini kuzatamiz. Mana bunday pas amalga oshirildi. Rayning zarbasi balanddan ketmoqda. O'ttizikta bo'pti zarbalari soni. Nepalning. Shifokor kerak ekan. Bu og'riqli. Oyog'i o'sha to'qnashuv vaqtida qayrilib ketgan bo'lishi ham mumkin. Muz yordamida hozir biroz sovutilyapti. Ray juda ko'p mehnat qilyapti. Preti Ray markazni butunlay o'zi qo'lga olgan deyishimiz ham mumkin. Va ko'ryapmizki, hozir unga jarohat yetkazgan bo'lish ehtimoli bor. Yaxshi uzatma. Zarba ko'ramiz. Uzoq masofadan aniq borganda chiroyli gol ko'rardik, katta ehtimol. Sakson 5-daqiqaga keldik do'stlar. Out. Yon tomondan Bimala. Yomon pas emasdi.
Oldingi uzatma. Yo'q, mana keyingi golni kutmadik, darvozabonni ko'rdik. Nepalliklar posboni mana shu Anjan Rana Magar bo'ladi. Va hozir yana maydonda yotibdi Nepal vakilasi. Bu Ray adashmayotgan bo'lsam. Tomoq qo'llab olishlari mumkin to'xtalishdan foydalangan holda. Hattoki zambil bilan chiqib ketar ekan. Demak, jarohat jiddiy. Ikki darvozabonni ko'ryapmiz. Sakura Sivandi bu. Eng ko'p mehnat qilayotgan inson maydonda. Va ketdi. Hozir 5 ta o'zgarishni qilib bo'lgan Nepal ustozi keyingi o'zgarishni amalga oshira olmaydi. Va Nepal 10 kishi bo'lib o'yinni yakunlashga to'g'ri keladi. Xandari tomonga uzatma bo'ldi. Himoyachidan chiqib ketyapti to'p. Madubashinini ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi qavat. Qarshi hujum. Mana imkoniyat Shri Lankada. Hozircha bitta ham golsiz davom ettiryapti jamoa. 3-chi hamda 13-raqam, 10-raqamdagi futbolchilar maydon chetida o'zgarish bo'ladi. 9-raqamdagi futbolchi o'rniga 3-raqamdagisi, shuningdek 11-raqamdagi o'rniga 10-raqamdagisi. Demak, 9-raqamda Shanu Paskaran o'ynagan edi, 3-raqamda Kankanamge Angela. Kankanamge 3-raqamda, demak 11-raqamdagi Imasha Stefanidis o'rniga Utpala Kavindi Jaya Kodi mana shu futbolchi maydonga tushdi. Shri Lanka terma jamoasi tarkibida o'zgarish. 9-raqamga Shanu Paskaran o'rniga 89-daqiqa boshlandi. 11-raqamga Imasha Dias o'rniga 10-raqamga Utpala Jaya Kodi yaxshi kombinatsiya. Imkoniyat bor 8-golga. Juda ham aqlli o'ynadi. Zaxiradan qo'shilgan Puja Rana 8-0. 89-daqiqada bu golga erishdi Puja Rana. So'nggi daqiqa boshlanyapti. Birinchi o'yinda 9 ta gol urildi Laos terma jamoasi darvozasiga. Ikkinchi bahsda esa hozircha 8 ta gol urishni uddalashdi nepalliklar. Hozir onlayn jadvalda Nepal birinchi o'ringa chiqib oladi. Ochkolari sonini 6 taga yetkazadi. To'plar nisbati +17.
Bitta ham to'p o'tkazgani yo'q va katta ehtimol bilan o'tkazmaydi ham. Ya'ni mana shu turda o'tkazmaydi. 3-turda juda qiyin O'zbekiston bilan o'yinda o'tkazmaslik. Biz favoritmiz. Bugungi Laos bilan o'yinda ham va 3-turda mana shu Nepal bilan bo'ladigan bahsda ham. Qulay keldi-da, e'tibor bering. Va o'zi ham lekin yo'nalishni topib zarba yo'lladi. Yo'lakchadan to'pni yuborib qo'ydi. Yetti daqiqa qo'shildi. 8-0 bo'lib turgan o'yinga. Hakam ko'rgisi kelyapti shu pasni. Peshqavat 9-golga borish mumkin edi, ammo tegib qo'ydi. O'z jamoadoshiga kelayotgan to'pga yo'nalishi o'zgarib ketdi. Charchoq bor, ayniqsa Shri Lanka vakillarida. Mana shunday xatolar juda ham ko'p kuzatilyapti, bir-birini tushunmadi. 13-raqam egasi Lakshika Rushani. Zaxiradan qo'shilgan futbolchilarda ham charchoq bordi. Zo'r. Mana Shri Lanka hujumda. Qulaylik bir yaxshi vaziyat Kavindi Jayakodidan uzoq cho'zilmadi va ortga qaytarildi. +5. Qoida buzilishi yo'q bu yerda, lekin oldinga yurmadi. 3 futbolchi shu yerda markazda, markaz kesib o'tilgan, oldinga uzatma. Qandaydir ishonch yo'q harakatlarda. Juda qo'rqib to'p bilan, ayniqsa to'p oldiga kelganda hayajonlanib qoldi. 12-raqam egasi
Jamol Sardorov, Ushayning Madushika. Markaz. Nepal bir kishi kam bo'lib o'ynayotgani sezilmoqda. Shri Lanka shunda ham hududiy ustunlikni qo'lga ola olmayapti. Toki jarima maydoni atrofiga yaqinlasha olmayapti. Markazdan o'tyapti, yomon emas. Davomi qadar yaxshi deb bo'lmaydi. Mahorat yetishayotgani yo'q. Tajriba deymiz. Tajriba hali mahoratdan keyin, u mahorat ko'nikma, malaka, maydonda o'ynash kerak. Keyin tajriba to'planadi. So'nggi soniyalar. Hakam oxirigacha kutadi nazarimda. Sivanisvaran ichkariga uloqtirib bermoqchi to'pni. Shri Lanka o'yin boshida bitta hujum qildi. O'rtalikda bir oldinga o'tishga urinib ko'rdi va mana yakunda hujum qilyapti. Mana bu zarba juda noaniq. Darvozabon to'pni ushlab oldi. 9-golga harakatni boshlayotganida hakam final hushtakini chaldi. 8-0 Nepal terma jamoasi 8-0 hisobda g'alaba qozonyapti va guruhda onlayn jadvalda birinchi o'ringa ko'tarildi. Bir necha soatdan keyin O'zbekiston terma jamoasi yana o'z o'rniga qaytishi mumkin. Buning uchun